Jamiyatning eng faol qatlami bilan tanishtirishda davom etamiz. Efirda bola tilidan ko'rsatuvi va Kamina Aziza Yoqubova. Assalomu alaykum. Habibi hayoti boshqachasan boshqacha. Habibi hayoti boshqachasan boshqacha. Habibi emas, Aziza deb aytib bering. Azizlik bilmadim pesnasini. Aziza boshqachasan boshqacha bo'ladimi? Yo bilmadim. Yo, unaqa aytmaymiz bo'pti. Men uni qo'ymagandim telefonga. Ha, telefonga ko'rmagansiz, a? Nechta bolangiz bo'ladi, Alixan? Ko'p ekan. Kim qaraydi u bolalarga? Undan qaraydi-ku, babushka bo'ladi-ku. Ha, oyingiz babushka bo'lib qarab o'tiradilar. Mayska xaybi. Biz Fransiyaga ketganimizda oyingiz qarab o'tiradilar. Ha. Metroga tushganman-da, metroning eshigi yopilib qolganda o'sha yerda qolib ketganman. Keyin nima qilgansiz? Keyin tiqilib qolganman. Keyin ana tepada bir narsa bor, o'shani sindirib chiqmaysizmi? Sindirib chiqsam pulim yo'q-ku to'lashga keyin. Hammadan ketib qolgan. Keyin nima qilgansiz? Hali ham shu yerda turibman. Yana bormi savollar? Qani aytingchi? Qarang, bizga qizingiz haqiqiy dollar berar, keyin bizga qizingiz berasizmi? Qizimni nima qilasiz? Bizga idishlarni beradi, katta bo'lsa, ovqat pishib beradi. Ko'p pul kerak uni olib ketish uchun. Yig'ib qo'yamiz-da. Aytgancha, meni qizim idishda ovqat yeyishni bilmaydi. Katta bo'lsa biladi. Bilmaydi. Bo'lsam uyda tozalaydi. Tozalashni ham bilmaydi. Bizga ayam ikkita qiz bola tug'ib ekan. Yasmin ish qilmaydi uyda dangasa. Bo'laveradimi? Sizlarga ish qildiradi u. Mayli. Yasminning kiyimlarini yuvib berasizlarmi? Uxlashni yaxshi ko'rasizmi? Uxlayotganingizda bir xirra-pashsha keladi. Zet burningizga qo'ymasa nima qilasiz? Chaqolaman. Kimni chaqasiz? Chivinni. Chivinni siz chaqasizmi? Akangizning ismlari nima? Ulug'bek. Ulug'bek qanaqa bola? Kuyov bo'ladi akajon. Kuyovmi? Akangiz kuyov bo'lsa, siz kim bo'lasiz? Prinsessa. Siz shundoq prinsessasiz. Dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Prinsessa. Ko'pincha kim bilan ovqatlanasiz? Oyijonim bilan. Oyijoningiz siz ovqat yeyotganingizda nima deydilar? Ketdik-yu. Toshkentga boramiz deydilar. Toshkentda nima qilasizlar? O'yinchoqlar bor. Do'stingiz kim, do'stingiz? Do'stim Asadbek. Asadbek sizning do'stingiz kim? Mana. Kelangiz chin do'st ekansiz-da. Asadbek hozir menga kostyumingni ber desa nima qilasiz? Berasizmi, bermaysizmi? Bilmayman. Qanaqa do'stsiz unda? Do'stlar bir-biriga qizg'anmaydi-ku kiyimlarini. Ayamanda do'stingda aniq ishimni bilmadi-da ovqat. Aldamang. Aldamayapman. Shunaqa deganmilar. Ayingiz ham qizg'anchiq ekanlar-da unda. Sizchi, siz do'stingizga kostyumingizni berasizmi? Mayli, beraveray. Berasizmi? Keyingi yil beraveram. Yo'q, hozir beravering. Hozir beramayman. Ikkalangiz ham tuppa-tuzukkina qizg'anchiq ekansiz, a? Bo'ldi. Endi ikkalangiz ham kostyumingizni yechib menga berasiz. Bo'ladimi? Siz? Mayli. Men bilmayman. Voy. Nega? Mana bu bermaydi ekan. Hop, siz bering yechib. Mana uyim bilasizmi? Shal tayapda o'tganishda Chinaz vardı. Qayoqqa ketgan? Chinazda. Tayapda anaqa men oq uyim bordi, kichkina o'yin.
o'shanda deshingiz asabiyat bag'ishishdi. Men chiqamanda shu meni ber desangiz beraman. Qilib jig'ingizga tegsa nima qilasiz? Men ertalab uxlayotganda kimdir og'zini chiqarib yuborsa baqirib beraman. Qoch deb baqiraman. Siz uxlayotganingizda pashsha xalaqit qilsa nima qilasiz? Turib ketaman. Azonda turadi. Azonda endi ertalab bo'layotganda turadi. Nega unaqa voqli turasiz? Oyim tursaladi. Oyim turg'izmaydi. U o'zi uxlashni yomon ko'radi, turib oladi. Azolabdan uni kamgi bog'chasini yaxshi ko'rib qolganda o'shaning uchun ham turadi. Shunaqami? Ha. Men u abetlarda Keyin voqli turib olsangiz, oyingiz nima deydilar? Nima deb? Uxlayvur deb. Eng oxiri kim turadi uyda? Eng oxiri Nasir doda. Men turaman eng oxiri. Odam bo'lsa smenda uxlamaydi. Uxlamaydi, просто yotadi. Smen nima o'zi? Smen ish qiladigan joy. Dadangiz smenda nima ishlar qiladilar? Skoriy bo'lib ishlaydilar. Doktorlarni bemor yoniga olib keladilar. Bemorlar doktorlarning yoniga olib keladilar. Qo'lingizni kuchuk yalab qo'ysa nima qilasiz? Odamga aytib beraman, keyin uni haydab yuboradilar. Qo'lini yalab qo'ysa nima qilish kerak qo'lni? Qo'lini urib tashlash kerak. Qo'lini urib tashlash kerak. Yo'q. Ha. Kuchuna. Qo'lni nima qilish kerak? Yalagan qo'lini. Ya'ni qo'lni bo'ylab qo'yish kerak. Nega bo'ylab qo'yish kerak? Doktorga olib borish kerak. Kuchuk yalasanmi? Yalasa? Bilmayman. Qishda sumalak yeganmisiz? Yemagansiz. Sumalak nimaligini bilmaysizmi? Bilmayman. Yemaganmanki, qatdan bilaman. Nega olmaxon daraxtda yashaydi, bilmaysizmi? Bilaman. Nega? Chunki u sovib qolmasligi uchun yashaydi. Daraxtlarni joni bo'lsa, nega ular qimillamaydi? O'zi? Chunki anaqa. Chunki olmaxonlar ham qimillab ketadi. Yasamchi zima bo'ldi. Yasamchida to'y yog'di. So'q bo'ldi. Ammo yo'q spanchi bo'lib, to'lda tetotanda uyda maspanib ketdi. Men bitdim oydi Qayoqqa ketayotganingizda? Anaqa masiydim, to'lim yuvdan o'tda tetotanim anaqa spanib ketdim, yiqilib tushdim. Keyin nima qildingiz? Yig'ladingizmi? Yo'q, oydi keldim. Nima qildingiz? Oydi keldim shunaqa. Keyin tatdim oydi. Chuvalchang nima? Chuvalchangimda yuradi. Ko'rsatib bering. Yo'q, bunda yuradi. U bayiydi. Bayiydi. O'sha holatlar. Yosh bolalarga nima ichish mumkin emas? Ozax Plus, Red Bull, Flash. Lekin kattalar Pepsi, Cola ichadi. Bizga ham beringlar desam, "Yo'q, oshqozoning og'riydi" deshadi. Agar bizning oshqozonimiz og'risa, sizlarning ham oshqozonlar og'riydi. Ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqchimisiz? Unda bizni tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr azizlar.